Koreyada shu Spark $8 turar ekan. Shu $8 turadigan Spark'ga tormoznoy kalotkasi qanaqa ishlab chiqariladi? Biz Seiko zavodiga kelganmiz. Hozir shu kalotkani qanaqa ishlab chiqarilishini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Siz ungacha videoga like bosib qo'ying, foydali bo'ladi. Bu Spark $8 ga bemalol borib olasiz. O'zbekiston pravasi ham o'tadi. Agar Koreyaga keladiganlar uchun faqat vaqtinchalik. Lekin Koreyaning o'zini pravasini ham olish kerak. To'g'rimi? To'g'ri. Chunki yonimda Koreyada 8 yildan beri yashayotgan mana inson bor, o'zlari aytdilar, to'g'rimi? Mana bu video olamizni bir dunyo odam qarab turibdi. Siz olotgandek bo'lasiz, turavering menga. Men ularni olaman videoga deb. Ko'rasizlar, odam hayajon bir 8 ta kadr qilib oldik. O Spark egasi o'sha qiz bola. O'sha qiz Spark egasi bo'ladi. O'sha qizniki xullas vaqtinchalik so'rab turib oldik. 30 ekan. Samarqandliklar. Qalaysizlar? Gap yo'q. Oldin Toshkentda bo'lgani, zavodga ketdi, unda bitta kirib ko'ramiz. Bu yoqda quyosh tushayotdi, amallab kadr oldik. Rahmat o'sha qizchaga ham. Sizga ham rahmat aka. Tarjima qilib turasiz. Ketdik. Seiko zavodiga kirishni boshladik. Bir dunyo xodimlar, aka ham cho'tdilar. Ketdi o'yini. Qanaqa ishlab chiqariladi? Mikrofonlaman, mobiloga shovqin juda ham kirilishda mana apparat to'ladi ana. Tormoznoy kalotkalar bir dunyo mana upakovka qilingan. Xo'p, mana bu kalotka nima mashinaniki ekan. Matiz avtomobilining tormoznoy kalotkasi bu tayyor mana upakovkada turibdi. Qaqqadir ketadi. Menimcha O'zbekistonga ketsa kerak. Bu yoqda yana boshqa kalotka, Lasettini kalotkasi ko'rib turibsizlar, ishlab chiqarilyapti. Hozir bularni zavodga chekilib upakovka tayyor turibdi. Ko'ramiz. Zavod boshlig'i ekanlar. Zavodning menejeri, eng kattasi ekanlar. O'sha o'zlari ko'rsataman sizga. Qo'l ko'rishib olaylik. Hello. Aytmaydi Abdulaziz. 성형을 다 해서 물론 가져가고 여기서 가공하고 완성한다고 설명을 좀 해줘요. Bu yoqda sekretniy joyda buni mahsulotlarni ichiga qo'shiladigan materiallarni aralashtirib, qumini, temirini olib kelib, bu yerda o'shani eritib, qotirib yig'iladi bu yerda. Kalotkaga xullas boshlanish, ha? Boshlanishi. Xo'p, boshlanishda bizga bilasizlar, kalotka ishlab chiqarmasdan oldin mana bu kalotkalar bor. Mana kalotkalar ishlab chiqarilyapti. Ko'rasizlar. Shu kalotkalarni birinchi seriyasi kerak. Ya'ni mana bu qurundisi bor-ku. Mana shu qurundisini ishlab chiqarish kerak. U seriyasi faqat sekretniy narsa ekan. Ya'ni o'zi kompaniya firmalari o'zini sirli, o'sha o'zini ishi, ya'ni eng kerakli joyida o'zi zavod, shunisi bilan zavod, ya'ni kompaniya. Unisini ko'rsata olmaymiz. Xullas o'shandan boshlandi, seriya olindi. Seriya tayyorlanadi, har xil ximiyalardan bir-biriga qo'shib tayyorlanadi. Undan keyin o'sha seriya qumga o'xshagan bo'ladi. Ya'ni qop degani qipu bor-ku, taxtadan chiqqan qipu. O'shanga o'xshagan bo'ladi. Ana o'sha narsani hozir presovkada bostiriladi. Mana shu apparatda hozir boshlanadi. Hozir zavodda bizda Spark uchun video olayotganligim uchun Spark bilan Cobalt qolipini ko'rsatib olib chiqib berishdi. Qolgan qoliplar ham bor. GM avtomobil, o'zimiz avtomobillarning hammasiga qolip va hammasiga kalotka bor. Ya'ni mana bu ko'rib turganingizda Cobalt qolipda turibdi, Spark qolipda turibdi. Seriyalarni tushuntirib berdim. Nima deyishdi, nima haqida suhbatlashdinglar? Aka, bular aytishyapti, biz O'zbekiston yo'llari boshqacha-ku, Koreyaniki bilan. Bizga zuqur, shunaqa tepali fasirlar-ku. Bunda qattiq bosishadi bizda, torimizda, Koreyaga nisbatan. Shuning uchun bizga boshqacha bu narsalar 15 xil narsa qo'shilar ekan buning ichiga. Shuni qaysi birini ko'p, qaysi birini ozroq qilib, bizda 1,5 yil davomida test qilindi O'zbekistonda. O'sha 1,5 yil davomida o'zimiz O'zbekiston sharoitiga mos tepalig'idan tushib ketayotganda qattiq tormizda, ya'ni peravallada qizib ketsa ham o'zini holatini yo'qotmaydigan darajada qilib chiqarildi. Aytishyapti. Ana 1,5 yil davomida test orqali o'sha tajribadan kelib chiqqan holatda sifatli kalotka ishlab chiqarildi. Ya'ni Seiko brendini o'zi taxminan 60 yillik brend. 60 yildan oshdi bu brendga. Ha. Bungacha har bitta mashinaga alohida test qilindi. Sparkka, Damas'ga, Cobaltga, Lasettiga. Alohida. Chunki hammasini ichi har xil bo'lgani uchun moslashtirildi. Shu kungacha 60 yildan beri Hyundai, Kia, boshqa avtomobillarga, Genesis, inomarkalarga kalotka ishlab chiqarilgan zavod. Aynan bu pavilyoni mana shu o'zimizning Chevrolet avtomobillarga moslashtirilgan kalotka. Davom etamiz endi. 위에 공장에서 접착을 해가지고 이제 열처리까지 끝나요. Tepadagi zavodda sekret deyishdi-ku, o'sha zavodda shu yopishtiriladi, issiq havoda, pechkada buni qizdirib, shu holatda olib tushiladi bu yerga. Keyin namga qo'yilar ekan, ha? Bo'ldi.
Mana qo'ydik. 이 밑에 공장에서는 이제 이 제품에 치수를 맞춰주는 거예요. 두께, 넓이 이걸 맞춰줍니다. Bu stanoda aytishyapti. Buni razmerini kesiladi, o'rtasida chiziqlari bo'ladi. Shunaqa bilan kesib, xuddi charxlanadi bu yerda. Hozir bu apparat universalmi, o'shanda boshqa mashinalarga ham mana bu razmerni o'lchab to'g'irlab oladi. O'zim tayi turgan brekpe deydidan ayo. Yo ikiga ya'ni mana ikiga bu 자동차 저기 명의가 뭐 전해적 있어요 이거는. 아, 이거는 저희가 이 치수를 맞춰가지고 모든 차종을 여기서 다 연말을 쳐요. Razmerini hani to'g'irlab turib har bitta mashinaga alohida qilishadi. Hamma mashinaga shu apparat Kompyuterda o'zi to'g'irlab oladi, avtomatik o'qiydi o'zi. kiritishadi. Xullas, mana kalotkalar joylashtirilibdi, ko'rasizlar. Magnit buni olib gapirib 사람이 여기 투입하게 돼 있는데 저희는 이 부분을 개조를 해가지고 로봇 팔이 움직이게끔 투입을 할 수 있게 됐어요. Boshqa zavodlarga borgan bo'lsani, ko'rgan bo'lsani kelar deyaptilar. Boshqa zavodda haqiqatda bu ishni odamlar qo'lda qilib apparatga qo'yadi, apparat buni chaqlab beradi, yana qo'lda olishadi. Bundan chiqqan tutun, changlar zavodga chiqadi. Shuning uchun kalotka chang bo'ladi juda ham. Normal. Bizda bu elektronik apparatda qilib changi ichidan tashqariga chiqib ketadi deyapti. texnologiyani yaxshisi, zamonaviysi, sog'lig'i uchun foydali. Ya'ni zavodda ishlayotgan xodimlarga sog'lig'i uchun foydali bo'lgan apparat ekan. Ketdik. Ko'rsangiz yerda odam ishlamayapti, hammasi avtomat bo'lyapti bu yerda. Shular inaga qo'yib berishyapti, bu yoq avtomat oxirigacha o'zi chiqadi. Ketdik. 여기 보시면은 투입되면서 제품이 투입되잖아요. 하면서 이쪽을 연말을 치고 네. 그 다음에 이쪽에서는 열을 연말을 치고 이쪽에서는 이쪽을 연말을 쳐줘요. Bu yerda ichkarida ko'rsangiz 3 ta apparat bor deyaptilar. Birinchisi bu o'ng tarafini qiladi, ikkinchisi o'rtasini kesadi, uchinchisi bir tarafini kesadi deyaptilar. 제품이 이런 제품이 이렇게 되는 거예요. Bu shuni kiradi, bu holatda qaytib chiqadi deyaptilar. Endi bilmaganligi uchun foydali. Hop, buni nima uchun bunaqa qilinadi? Hop, buni o'zlari oldin mutaxassis sifatida javob bersalar, keyin mana usta sifatida aytaman. 이거는 왜 이렇게 쓸 수 있는데 왜 이렇게 했는 이유가 뭔지. 일단은 이게 아까 열처리가 들어갔다 그랬잖아요. 그러면 여기 화학 반응이 일어나가지고 그냥 쓰면은 미끄러져요, 면이. 성능이 슬립이 생겨요. 그리고 두께를 항상 잘 모든 것들을 두께를 맞춰줘야 되거든요. 치수를 맞춰줘야 돼요. 그러기 위해서 연말을 쳐주는 거예요. Akaman ko'rsangiz, bu tiksku buni tormozning sistemaga agar shunday qo'yiladigan bo'lsa, mashinani qisib qoladi deyaptilar. Chunki har bitta mashina har xil kuch bilan bosadi deyapti. Har bir kuch bilan bosganda bu har xil joyiga to'g'ri keladi kuch deyaptilar. Shunga mana faqat kuch keladigan joyini bir xilda kuch keladigan joyini qoldiriladi, qolgan joyini kesib tashladi deyapti. Hop. Zavod ishlab chiqaruvchi bo'yicha ma'lumot berdilar. Mutaxassis sifatida sizlarga ma'lumot beraman. To'ppa-to'g'ri o'zi bu narsa. Bizning tajribadan kelgan holatda mana mana kalotkalar ham bor, o'zi aslida boshqa brendlarniki xuddi shunday holatida Eronning podvolida, Xitoy podvolida ishlab chiqarilgan kalotkalar bor. Ularni shu holatida qo'yib yubordi, ikkalari oporni deformatsiya bo'lsa, qiyshuv yeb tashlaydi, keyin dirillab urib tashlaydi. Keyin uni agar mamlaqa chuqurchasi bo'lmasa, chuqurchasini bir xillariga oshib beramiz. Inomarkalarda bitta bo'lib qoladi, ikkita qo'ramiz. Sababi tormoz bosayotganda chillab qoladi, g'irillab qoladi. Ya'ni avtomat korobkalarda ko'p bo'ladi-ku, tormoz bosganingizda qirt qilib qo'yadi. Oxirida bosganingiz yoki tormozni qara svitorda qizilda to'xtab turibdi. To'xtab sekin qo'zg'almoqchi bo'lsa, tormoz sekin qo'yayotgan qirt qiladi. Ana o'sha mashina chuquri yo'qligini, keyin oporning ishqalanishida men katta bosim bo'lganligini hisobiga, shamol kirmasligini hisobiga ham mashinaga to'g'ri chiqadi. Ya'ni bu uchun foydali. 나가 대회에서 나오면은 자동으로 계속 연속으로 움직이게 돼 있거든요. Bu yerdan chiqib avtomatik holatda o'zi teradi bunaqa qilib, chiroyli qilib deyapti. Bu qanaqa apparat? 그리고 이거는 어떤 저기 기계인지 한번 설명해 줄 수 있을까요? 어떻게 기계인지, 뭐 했는지 기계가. 아, 예, 이쪽은
연마대에서 나오잖아요. 연마대에서 나오는 거 여기 도장이라고 해서 면에 이제 뭐 뿌려주는 거 있어요. 도장되기 전에 라인을 그냥 일정한 수량만큼 투입되게끔 조절해 주는 거예요. Bu apparat hozir ichkarida xuddi printerga o'xshagan apparat ekan. Bu printerga o'xshagan apparat buni tepasiga kraska separ ekan orqasiga. Xohlagan rangda xohlasangiz chiqartirib berishar ekan. Shunga kraska sepish uchun bir tekisda taxlab beradigan apparat ekan. Hozir mana bu kraska sepadigan apparat ekan. 이렇게 일정하게 되면은 여기에서 이제 여기 녹슬지 말라고 안료를 뿌려줘요. 안료를 뿌려주면은 이렇게 되는 거예요. Bu apparat kraska sepib chiqargan orqasiga. Ko'rsangiz bu temir orqasidagi o'shanisi qizdirilgani har xil rangga kirar ekanda. Shuning uchun bir rangini bir xil qilish uchun bir xil qora kraska sepib chiqargan. Agarda ko'rishingiz mumkin edi. 열어도 되나? 안 됩니다. 굉장히 삐져요. 하나 딜프는 진짜요. 샤넬이 너무 미치야. 열어도 돼. 딜프로. Ochib berishadi. 어떻게 진짜 어떻게. 손으로만 안 돼. 정교해, 정교. Aka bu hozir tok beryapti buni liniyaning ustiga chiqqanda tok beryapti. Kraska reska o'ziga tortib olyapti. Oddiy kraska emas bu. Tushuntira oldimmi? Tok bor ekan, shunga yaqinlashma deyapti. Mana bu liniyada tok borda magnetlashtirgan kraskani sepsa kraskani tortib oladi, yaxshi yoqadi. Demak, mana turishga gapi ham qayta ishlab chiqariladi. Mana ketayotgan qolgan quyunnisi bor-ku mana. Bu nima qilinadi u yoqda? Yig'ilib keyin ishlatiladi. 그러게 이거 남는 거 있잖아요. 못 뿌린 거. 그건 뭐 다시 써요? 아, 저기 회수장치예요. 다 회수를 해가지고 네. 다시 저장을 해가지고 다시 뿌려주는 거예요. Buni yig'ishtirib olib tagida apparatlar bor. Mana bu apparat buni qayta ishlashga tayyorgarlik qilib kerak joyini olib qayta sepadi. Bu apparat nima apparat? Endi bu yoqqa 네, 이제 이걸로 원은 설명하시니까. 네. 여기 약불을 뿌렸잖아요. 네. 이제 지나가면서 이게 뭐냐면은 큰 가열로예요, 가열로. 온도를 190도로 가열해가지고 이 뿌려져 있는 약품을 녹여주는 거예요. Aka bu ko'ryapsiz, yaltiramayapti, oddiy kraskaga o'xshab turibdi. Buni ichida lakki ham bor. Shuning uchun mana bu apparat bir xil gradusda, issiq gradusda birinchi eritib, yaltiratib, undan keyin oxirida sovutadi, sovuq qilib chiqarib beradi, quritib chiqarib beradi bu apparat. hop, baraka topsa, garishda viloyat salfetkani berishdi. Qo'limda boya hozir kraskasini oldim, mana viloyat salfetka berishdi, arta oldim. 가열로가 지나왔어요. 가열로가 지나오면은 색깔이 이렇게 바뀌는 거예요. Mana issiqda o'zini temperaturasida chiqqandan keyin mana rangi o'zgarishini ko'rasizlar deyapti. 아까는 분말이 씌워져 있고 얘가 지금 녹은 상태예요. Haligini ko'rgan bo'lsangiz matviy holatda bo'lgan, u kukun holatda hozir bu ustiga yarqalib, laklari bilan chiroyli bo'lib eridi deyapti. Yo'q, o'zi anaqa yasan bezaklarni akkurat temperaturaga qilyapti. 그럼 이게 뜨겁겠죠? 네. 뜨거우니까 냉각을 시켜주는 거예요. Bu issiq joydan chiqdi deyapti, endi sovutish bu, sovutish sistemasi deyapti. Qo'lda ushlasa bo'ladigan darajada chiqadi. 만져도 괜찮을 정도로 냉각을 시켜주는 거. Qo'lda ushlasa bo'ladigan darajada chiqarib beradi deyapti. Bu lasetning orqasi shakli. Lasetti Damas oldimi? Damas. 다마스. Damas oldi. Lasetning o'xshash 그리고 그걸 지나가면서 얘가 이제 이게 마킹을 해주는 거예요. Bu yerda lazerli apparatda bu marking qilishadi. Mana bu narsalar yozib chiqiladi. Xullas, mana brendni, mana Made in Korea Seiko deb, mana shu lazerda polniy bosma qilib yozilar. Hozir ham bitta kalotga mana shu kalotga kiryapti, hozir lazerda yozadi. Mana уже yozdi, ko'rdinglarmi? Sразу, mana yozib chiqib ketdi, qaranglar. Mana yerda ko'rsam, pustoy, mana yozib chiqib ketdi. Endi yoqda kalotga tayyorligi ko'rsam. 마킹이 끝나면은 여기서 이제 정리를 해주는 거고. Ustiga yozilgandan keyin bu yerda bir qo'lda olib taxlab chiqadi. Bu upakovka qiladigan joyga ketadi. 여기서 모아놨다가 아까 필요할 때 여기서 리베팅한 센서를 붙인다거나 리베팅을 해주고. Bu yerda birinchi yig'ib olishar ekanda, yig'ib turib, shu ishchi keyin
mana bu narsada sensor bo'ladi. O'sha sensorini yopishtirib chiqargan apparat ekan. Plombasini yopishtirib chiqaradi. Plombasidan bitta ko'ringlar, bering endi yog'iga. Mana bu shuni qistirib oling. Baraka topsa mana shunday yordam berib turishadi. Xullas, mana kalotka tayyor bo'ldi. Ko'rasizlar, kalotkani уже hozir mana bu yig'adilar, mana Xodim akamiz. Xullas, bunga keyin mana bu kalotka tugaganda o'rnatiladigan mana bunaqa temiri bor. Mana shu temirni hozir yetishlari bo'yicha mana bu yerda o'rnatar ekan. Mana shu bittasini o'rnatib ko'rsatib bersa, mashina shu bilan kalotkamiz tugaydi. Upakovkaga korobkaga sovuriladi. Mana bu plombasini mana qo'yamiz. Apparatga soldik. Apparatda hozir mashina plombada qotirib chiqishimiz kerak. Bo'ldi. Plomba qotdi mana. Plomba qotdi mana. Mushni ko'rib turganlar-da. Plombani mana qo'yib bo'ldik. Kalotkamiz tayyor. Buni hozir probniy uchun ko'rsatdilar, chunki anta bir dunyo kalotkalar bor. Buni logosini yozib olsa ham bo'ladi shu holatida. Ko'rgan bo'lsanglar, faqat Spark avtomobilni ishlab chiqarishini ko'rsatdik, lekin liniyada o'zi aslida Damas avtomobilni kalotkasi ishlab chiqarildi. Hop, mana Spark turibdi, korobkalari, undan tashqari o'zi boshqa mashinalarga ham bor. Lanos, Leyman, mana bu Cobalt, 2-3 Spicer, Sepan degan Lacetti, Matiz, hop, mana Tico bor. Lacetti'ning yangichasi bor ekan. Keyin Damas bor. Mana Damasni qaranglar. Ikkita liniya Damaschilar. Rosa haydaysizlar deb o'zi legenda. U Koreyada ham legenda, o'zimizda ham. Hamma Damas Andijonda bilan Koreyada ekan. O'zi bor Seulda. Xullas, xodimlar ham mana ishlashyapti hammalik. Yeganchi bitta. 어쨌든 이거 얘기해주세요. CF 품질에 대해서 여기 메이크업에 대해서. 언제부터 했는지 뭐 얼마나 뭐 좋을 건지 얘기하시는데. 마찰제는 세코에서 마찰제는 지금 40년이 넘었어요. OEM에 들어간 지 30년이 넘었고. Kalotkada boshlanganiga 40 yil bo'ldi deyishyapti. OEMda ya'ni Hyundai Kia'larga ofitsialni chiqarib berish boshlaganiga 30 yil bo'ldi deyishyapti. 그 마찰제 모든 기술력이 지금 클러치 페이싱뿐만 아니라 브레이크 패드 다른 마찰제 쪽에 기술이 다 녹아들었어요. Brake pad ya'ni kalotkaga ishlatiladigan mahsulotlar faqat kalotka emas, korzinka peridog ya'ni diskiga, undan tashqari boshqa yuk mashinalarning ham disklariga ishlab chiqaramiz deyishyapti. OEM 쪽, 그 GM이라든지 현대라든지 OEM 업체 쪽에서도 세코의 마찰제 기술력은 세계 최고라고 인정을 받고 있습니다. Hyundai Kia hamda GM mashinalariga kalotka ya'ni shunga o'xshash mahsulotdan chiqarish bo'yicha Seiko zavodida birinchi o'rinda turadi deb aytyaptilar. 그런 모든 기술력이 집약된 브레이크 패드이기 때문에 여러분들이 믿고 사용하셔도 됩니다. Shuning uchun shuncha tajribamizga kelib chiqqan holatda O'zbekistonga ham moslashtirib chiqartirdik. Shuning uchun garantiyalari borligi sabab bemalol qo'rqmasdan maza qilib ishlashni ham so'rab qolamiz deyapti. 감사합니다. Rahmat aytyapti.